Biz uylarimiz pol bo'lganda, mana 2-3 yil bo'lmay chirib ketdi-da. Hozir hamma moda bo'layotgan uyga pol qismiga, tom qismiga penobeton qildiryapti. Nimaga? Biz mana hozir qishda ko'mir yoqsa issiqlik qaqatishib ketganini bilmayapmiz. Yozda salqin bo'lmayapti, qishda issiq bo'lmayapti. O'shunga penobeton o'zida issiqlik ham bo'lar ekan, ham salqin bo'lar ekan. Narxlari haqida ko'pchilikka bitta ma'lumot bering. Narxlari O'zbekiston bo'ylab 55 mingdan. 55 mingdan. Vodiyga. Vohaga chiqadigan bo'lsak, kelishiladi. Kvadrati 55 ming so'm. Stejga rasxod ko'proq ketadi-da, sement, qum, mana shunaqa narsalar ko'p ketadi. Tomniki 45 mingdan kvadrati. Uni ham uni rasxod ozroqligi uchun 45 mingdan qilyapmiz. Buni afzallik jihatlari o'zi aytib o'tgandek, yog'och polga nisbatan ham pishiq, puxta, bemalol yukni ko'taraveradi. Qurigandan keyin ustiga bitta gilam tashlab yashasa ham bo'lar ekan-da, to'g'rimi? Lak qil, krasiya qil deyishni kerak yo'q. Qalinligi qancha bo'ladi mana so'z isboti bilan o'lchab kelaman. Bu qalinligi 8-10 bo'ladi stejkaniga. 13 shunaqa joylari ham bor. Har xil. Mana qaranglar. Akalarimiz o'zlarining bunaqa maxsus apparatlari bor ekan, lazerda mana. O'zlari tekisligini inobatga olib o'lchashar ekan. Buni qaranglar mana. Mana 12 sm qalinlikda quyilyapti polga.